Assalomu alaykum Eshbek Sattar xalqi, yaxshimisizlar, bo'lmasizlar? Bugun 24-maktabdamiz. Bu maktabga ozroq yordam kerak bo'lib qolibdi. Yangi maktab quryapti. Mana maktabni olib qo'ying. Mana shu 24-maktabdamiz. Ozroq yordam kerak bo'lib qolibdi. Shunga hozir kartalarni ham qo'yib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilsin hamma. Har nimaga majbur emas. Bitta manda ham maktabga olib qo'ying. Hozir maktabning ichini ko'rsatib o'tamiz. Qanday ahvolda, qanday nimaligini. Mana bu tashqarisi. Derazalar qo'yilgan, ishga turka qo'yilgan. Usti jabılgan. Bo'lni hamma tomoni shunday bo'lib turibdi. Shuna bir iltimos qilsa, qo'ldan kelgancha suvat qilsin deb iltimos qilyapti. Hamma borini tashlaydi, borini. Kimda bor bo'lsa, borini tashlagan odamga suvat olib boradi. Mana 8 sinf bo'lyapti yangi maktabga. Mana bu yer stejka bilan kafil bo'ladigan usti zalliga bu sinflarimiz poli qolgan, ishga turkasi qolgan, eshigi qolgan, derazalar bitgan. Bir tomonga mana poliga yetadi 4 sinfga. Bir tomonga taxtaga eshik, deraza bo'lgan. Xullas mana shu ishga turka, beram ishga turka bo'lishi kerak ekan. Bir tomonga kelgan. Bu tomonga ham ishga turka, lekin qilish kerak. Deraza bitib turibdi mana. Eshik kerak. Mana sinflar. Bu yerlarga pol kerak. Shunga xalqdan iltimosnoma, murojaatnoma direktorimiz Tillay Bahram aka iltimos qilib qoldi. Shunga xalqdan yordam so'rab. Shuni iloji boricha videolarimni, birorta videomni like so'ramaganman, chimolsa like bosib, yetib bormaydigan odamlarga yetib boradigan qilib repost hamma narsani bosingizlar. Men ham qo'limdan kelgancha, hamma qo'ldan kelgancha yordam qilaylik. Shuni shu yil sentyabrgacha bitkazish niyatida hammaniki ustalar mana ishlab yotibdi. Qo'llar mana ketyapti. Mana bir iltimoski. Hamma qo'ldan kelgancha majburiy emas, qo'ldan kelgancha ko'ngildan chiqarib mana ustalar ishlab yotibdi. Shunday gaplar mana.